Bor-e, bu senga otangni uyimi? Ol mana bo'lash ishlaringni. Xolajon, iltimos meni haydamang. Boradigan joyim yo'q. 2 oydan beri shunaqa deysan. Ijara pulini qachon berasan? Iltimos xolajon, oxirgi marta. Keyingi oy albatta qilib beraman. Haydamang. Bor-e. Xo'p. Borgandan keyin hujjatlarni hal qilamiz. Rashid, bu firma bilan oxirgi marta ishlashimiz. Nega aka? Mahsulotlar arzon edi-ku. Unutma, menga narx emas, sifati muhim. Ustiga meni yosh, tajribasiz deb o'ylab, pul masalasida ham aldashmoqchi. Mayli, ular shunaqa o'ylashaversin. Oyijon, dadajon, agar meni erta tashlab ketmaganinglarda shunaqa xor bo'lmagan bo'lardim. Shuni unutma. Har doim sherikchilikda 3-shaxs bo'ladi. Biri shayton, biri iymon. Aka, nima deganingizni tushunmadim. Bu hayot tajribasi. Men bilan yursang, hali ko'p narsalarni tushunib olasan. Ketdi. Zebo, yaxshimisan? Allo, o'rtoq, qalaysan? Ijarachi xola uydan haydab yubordi. Nimaga haydaydi? Senikiga borib tursam maylimi? Bo'ldi, Layli, yig'lama. Tez manikiga kel. Rahmat, dugonajon. Xo'p, tez kel.